O'zi ham olib chiqqanimga 5 kun bo'pti. Yakshanbaga terib qaytarib olib chiqib beraman degandim. Xo'jayinim shu ishni nimaga boshladingiz, keragi yo'q desa ham o'zboshimchalik qilib olib chiqib, yoki o'y xayollarni ham charchatib qo'ydim. Nimaga olib chiqasan? Bitta o'zingga zarilma, hali bolalaring yosh bo'lsa nima qilasan shuncha mehnat qilib? Unga quloq solma. Bolalaring yosh paytda hamma ishlaringni tinchitib olsang yaxshi. Hali yoshsan, kuch-quvvating bor, qilsang bo'laveradi. Bo'ldi, charchatib yordilaring. Miyamni ham og'ritib tashladilar. Kunda hamma o'zi uchun harakat qilib, maza qilib yashaydigan zamonga yetib keldik. Shundan beri ko'zlarimiz qurqoq bo'lib turadi, lekin bugunga kelib qo'llarimiz botirligini ko'rsatdi. Qiziqyapsizmi? Bu danakdan mag'zi ajratiladi. Danaklari esa qishda yoqiladi, pechka uchun, ya'ni chimyon xalqimiz quruq meva bilan shug'ullanadi. Shuning uchun ham dunyoga mashhur bo'lgan qishloq hisoblanadi. Faqat quruq mevalari bilan, chimyonimiz sanatoriyalari bilan ham mashhur. Hattoki bizga Vohadan ham dam olgani kelishadi. Dugonajonlar, shu ham sizga zarilmidi deyapsizlarmi? Men o'zim ham aytdim, menga zaril ishmas edi, lekin olib chiqdim, va'da bajarilish kerak deb ishda ham tugatib yubordim. Shuncha chaqilmagan danaklari ham chiqdi. Ale xo'p deb shipirgan qo'limga yetib tushdi. Hamma yakandozlarni birin-ketin qoqib, shaltag'i oqib ketgan kilyonkani chetga qo'ydim. Mani uborkalarim yaxshi ko'rib kuzatadigan obunachilarim, qani bitta like bosib boringlar-chi. Xalqimizning yana mashhur narsalardan qaysilar qolib ketdi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Yana bir gap, shu videoni eng mehnatkash dugonangizga jo'natib qo'ying. Videolarim yoqib manzur kelayotgan bo'lsa, obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Menda ajoyib videolarni postga joylab borganman.